Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan mavzuyimiz tayanch harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim strategiyalari va ularni amalga oshirish sharoitlar. Mavzu bo'yicha quyidagi rejalar asosida suhbatlashamiz. Ya'ni tayanch harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalar tavsifi, tayanch harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalarning ta'limiy ehtiyojlari va imkoniyatlari, tayanch harakat apparatida nuqsoni bo'lgan bolalarning inklyuziv ta'lim jarayonini qo'llab-quvvatlash shart-sharoitlari va strategiyalari. Tayanch harakatlanish sistemasini tuzilishiga agar nazar soladigan bo'lsak, bu sistema 3 qismdan iborat, ya'ni suyak, muskul va nerv sistemasidan iborat. Skelet, ya'ni odam skeleti, suyak sistemasi biz bilamizki, suyak sistemasi odam skeletini tashkil qilib, uning funksiyasi juda ko'p qiladi. Eng muhim bu gavdada tayanch vazifasini o'tab beradi va himoya vazifasini. Skeletning tayanch vazifasi tufayli bilamizki, odam o'z qaddi-qomatini skelet ichki organlarni, qon tomirlar, nerv sistemasini himoya qilish vazifasini bajaradi. Bugungi kunda odam skeleti qariyb 206 dan ortiq suyak tashkil qilib, ularning 85tasi juft, 36tasi esa tok suyaklardan iborat. Tayanch harakat tizimini turli xil tug'ma va erta ortilgan kasalliklar shikastlangan bo'lgan bolalarga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lib, aksar shikoyatlar harakat nuqsoniga qaratilgan bo'ladi. O'sha patologiyaga ega bo'lgan bolalarning aqliy jihatdan og'ishlarga ega emas, maxsus ta'lim-tarbiyaviy choralar talab qilinmaydi. Ammo tayanch harakat tizimining buzilishi bo'lganligi uchun barcha bolalar maxsus yashash sharoitlariga, ta'limiy va ixtisoslashtirilgan mehnat sharoitlariga muhtoj bo'ladilar. Tayanch harakatlanish tizimini buzishlariga sabablariga agar to'xtaladigan bo'lsak, birinchisi bu homila patologiyalar. Ya'ni hozir turli turizmdan ortiq omillar bo'shaygan homilaning markaziy asab sistemasiga ta'sir qilishi mumkinligi isbotlangan. Ular homilaning 4-oygacha ayniqsa xavfli ta'sir ko'rsatadi. Onaning yuqumli kasalliklar, onaning somatik kasalliklarining oqibatlari, og'ir toksikoz hisobiga rezis omil va qon guruhlarining mos kelmasligi, homilaning jarohatlari, intoksikatsiya, ekologik xavflar, yokida bo'lmasam tug'ruq jarohatlari, asfiksiya yoki hayotning birinchi yilida boladagi turli xil tanasiga ta'sir qiluvchi patologik omillar, ya'ni infeksiyalar, meningit, ensefalit va boshqalar bolaning boshidagi jarohatlar, emlashdan keyingi asoratlar sabab bo'lishi mumkin. Tayanch harakat tizimi kasalliklari tasnifiga to'xtaladigan bo'lsak, nerv tizimi kasalliklari, bolalar cerebral falaji, BSF deb ham atashadi va poliomiyelit, tayanch harakat tizimi tug'ma patologiyalariga esa son suyak boshchasining tug'ma chiqishi, teshik bo'yin, yassi oyoqlik, oyoqlarning boshqa deformatsiyasi, umr pog'onasi rivojlanishidagi anomaliyalar, skolioz bo'lishi mumkin, oyoq qo'llarning kam rivojlangan tuzilish va nuqsonlari va barmoqlar rivojlanishidagi anomaliyalar kirishi mumkin. Tayanch harakat tizimidagi orttirilgan kasalliklar va shikastlanishlar, orqa miya, bosh miya, qo'l oyoqlarning shikastlanishlari, poliartrit, skelet kasalliklari, tizimli skelet kasalliklarini ham misol qilish mumkin. Bolalar cerebral falaji nima? Homila rivojlanishidagi patologiyalarning turli travmalari bilan hozirgi vaqtda cerebral falaji eng keng tarqalgan sabablardan biri bo'lib hisoblanib kelinmoqda. Bolalar cerebral falaji asab tizimining og'ir kasalliklaridan biri bo'lib, u ko'pincha bolaning nogironligiga olib kelishi mumkin. Miya falaji rivojlanishning dastlabki bosqichlarida, perinatal davrida, tug'ilish vaqtida va hayotning birinchi yilida kuzatilishi mumkin. Ya'ni miya falaji bolalarda ko'pincha harakatning buzilishi, aqliy, nutqiy buzilishlar va boshqa analizatorlarning funksiyalarining buzilishiga ham olib kelishi mumkin. Shuning uchun bunday bolalar tibbiy, psixologik, pedagogik va ijtimoiy yordamga muhtoj bo'ladilar. Miya falaji bolalarda barcha motor funksiyalarining shikastlanishlaridan kechadi va buziladi. Deylik, o'sha bola boshini ushlab tura olmaydi, yokida o'tirishda, turishda, yurishda, manipulyatsiya qobiliyatlarida esa ularda buzilish holatlari kuzatishimiz mumkin. Agar bolada cerebral falaj mavjud bo'lsa, quyidagi holatlar kuzatiladi. Ya'ni oyoqlari bukilmaydi, boshini ko'tara olmaydi, yokida bo'lmasam qo'llari bilan ko'tarishga harakat qila olmaydi, boshi bir tomonga qaragan holda orqadan itarishga harakat qiladi. Qo'llarni bir-biriga tekkiza olmaslik, 6 oyligida boshini ko'tara olmaslik, beli bukilgan holatda bo'lish holatlari kuzatilishi mumkin.
Cerebral falaj kuzatilgan o'sha bolalar boshini uzoq muddat tutib tura olmaydi, o'yinchoqlar uni qiziqtirmaydi, boshini bura olmaydi, qo'l-oyoqlarini erkin harakatlantira olmaslik, o'yinchoqlarni ushlay olmaslik kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Harakatlanish a'zolari ko'pincha miya falaji kuzatiladi. Bolalar cerebral falaji hali yetilmagan, shakllanib bo'lmagan miya kasalligi hisoblanadi va boshni tutish, o'tirish, turish buyumlar bilan harakat amalga oshirish kabilarda qiyinchiliklar bilan kechishi mumkin. Keyingi kasalliklardan biri bu poliomiyelit. Poliomiyelit ko'plab muammolarga sabab bo'lgan eng xavfli kasalliklardan biri hisoblanadi. Aslida poliomiyelit xavfini uni keltirib chiqaradigan zarar kuchi bilan o'lchash mumkin. Poliomiyelit bolalardagi falajlik nomi hisoblanadi. Kasallik epidemiya sifatida tarqalish xususiyatiga ega, ammo hozirgi vaqtda faqat ayrim holatlardagina qayd etiladi. Poliomiyelit har qanday yoshdagi odam moyil, ammo kasallik ko'proq 7 yoshgacha bo'lgan bolalarda ko'proq uchrashi kuzatiladi. Poliomiyelit bilan kasallangan ko'plab odamlarning faqat bir nechtasigina jiddiy holatlar kuzatilishi mumkin. Poliomiyelitning eng keng tarqalgan turi bu 1-2 kunlik yashirin davrga bosh og'rig'i, issiqlik, tomoq qishishi, oshqozon buzilishi paydo bo'lsa-da, ammo falajlik kuzatilmaydi. Shifokorda poliomiyelitning jiddiy shaklini tashxislash uchun imkoniyat mavjud bo'ladi. Ya'ni unga chalingan bemorlarning yarmi to'liq tiklanadi, 30% esa oqibatlab, 19% esa kuchli falajlik kuzatiladi, 6% esa vafot etish holatlari kuzatilishi mumkin. Hayotning dastlabki 20 yilida poliomiyelitni yuqtirish ehtimoli 156 boladan bittaga to'g'ri keladi. Yengil tayanch harakat sistemasini kasalliklariga bo'lgan bolalarga to'g'ri o'sha turish nafaqat bilamizki, estetik va fiziologik ahamiyatga ega. Ularning organlari normal ishlashiga hissa qo'shadi. Bu uchun oyoqlar bilamizki, tanamizni poydevori tayanchi bo'lib xizmat qiladi va har qanday rivojlanishni buzishi bolaning salomatligiga albatta o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Misol uchun, tug'ma yassi oyoqlik ham bolalarda juda kam uchraydi. Ko'pincha zaiflashgan, jismonan yaxshi rivojlanmagan, raxit bilan kasallangan bolalarda ko'proq uchrashi mumkin. Son chanoq bo'g'ni displaziyasi nima? Bu son chanoq bo'g'ni displaziyasi tug'ma, ya'ni son chiqishi bo'ladi. Son bog'chasining noto'g'ri rivojlanishi natijasida shu bo'g'indan chiqib ketadi va suyak bog'chasi chiqishi ko'pincha tayanch harakat buzilishiga sabab bo'lishi mumkin. Keyinchalik o'sha yassi oyoqlik, bu kasallik oyoq deformatsiyasini yuzaga keladi va hozirgi kunda katta yoshdagi deyarli o'sha 45% bu kasallikdan aziyat chekishmoqda. Kasallikning tiplari bor, ya'ni bo'ylama yassi oyoqlik yokida bo'lmasa ko'ndalang yassi oyoqlik bo'lishi mumkin. Kamdan kam holatda yassi oyoqlik tug'ma bo'lishi mumkin va sabablari kasallik oyoq shakllanish buzilishi tufayli rivojlanadi. Sabablarda buni bolada o'sha zaif mushaklar bo'lishi mumkin yokida o'sha organizmda kalsiy miqdorining yoki D vitaminlarining yetishmasligi natijasida raxit kasalligining asolati tufayli bolada paydo bo'lishi mumkin. Mana ko'rib turibsizki, normadagi oyoq birinchi turdagi va ikkinchi va so'nggi yassi oyoq, ya'ni gumbaz qismi to'lib qolgan holatda bu yassi oyoqlik deyiladi. Natijada yurishga qiynalishi mumkin, lekin biz bunday bolalarni ko'rmaymiz, biz ta'limga qamrab ola olamiz. Onaning homiladorlik paytida ma'lum bir kasallik bilan kasallanishi tug'ruq vaqtida o'sha bolada turli xil davrlarda yuzaga keladigan patologiyalar hisobiga bolalarda turli xil bugungi kunda afsuski kasalliklar keng uchrayapti. Va bunday kasalliklarni oldini olish bo'yicha bugungi kunda esa mamlakatimizda juda ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Va natijada bunday kasalliklarning oldini olish uchun shifoxonalarda muddatdan oldin turli xil ko'riklar tashkil qilinadi.